Sizga qilaman. Tak. Yana klipga qilamiz. Bu ham xuddi shunaqa ekan, faqat narkologiya ekan. 7416 ekan bu ham. 7416 so'm. To'lash. To'landi, tayyor. Benim kartasına gitti. O'sha turgan ekanda. Men pulim nima kamayib qoldi deyiladi keyin. 15.000 plyus ketdi deyman. Bo'ldi, to'ladi. Yana to'lov jarayonida birang etsa to'lanar ekan. Ularni oldini yaratib yozmoqda. Aha. Muxlis. Sizlarnikini ham endi o'sha videoga qarab qilish kerak bor. Dilfuz biladi Maygovdan anaqa qilishlarni. Hammanikini chiqarib tashlasa. Aha. Bo'ldi. Ahvolni chiqaribdi buni ham. Buni ham pechat qilib yuboriladi hozir. Pechat, pechatga berib. Birinchi nechotni qiladi? Keyin chotni qiladi. Orqa tomonni o'g'irib, bilan to'g'ri orqa tomonni o'g'irishdi. Yo'q, bilmayman-da. Haligini ham orqasi chiqmadi. Haligini ham orqasi chiqmadi. Endi buni orqasini chiqarasizmi hozir? Orqasini orqasini qo'ydim hozir. Qarang, anu varaqdagi beshikni qo'lingizga to'g'ri qilib. Ha. O'shani bitta orqasini o'girib turib, o'sha tepa qismini printerda ichki tomoniga tiqadi. Bundachi, xo'p, mana men qo'limdagini hozir tiqdim, to'g'rilab. Aha. Yozuv bor tomonni pastga qilasiz-da. Yozuvi bor boshini pastga qilamanmi? Yozuv bor tomon beti pastga bo'ladi. Asosiy tepa qismi bor-ku. Ha. Printerni ichiga birinchi kiradigan bo'lishi kerak. Mana bo'ldi, shunaqa tiqdim. Shunaqa tiqdim. Boya anunisini-chi orqa tarafi chiqmay qoldi, hech narsa qilmaydimi? Ruhiy kasalliklarniki. Mana, ruhiykini ham orqasini chiqarib berasizmi? Xuddi shunaqa qilib tiqing, uni ham orqasini. Mana tiqdim shunaqa qilib va o'shanda orqa to'g'ri bo'lib chiqdi. Bo'ldi mana. Chiqardim.